yaqin, ijodkor, ma'naviyat, ma'rifat tarqatadigan insonsizlar. Hozir navbat yana sizlarga so'z beramiz. O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarovni ukalarini o'g'li Hojimurod akam Umarov ustozimiz o'tiribdilar. Sizlar kelmaslaringizdan oldin bu ustozimizdan duo ham oldim, suhbatlarini oldim. Bir o'zimga bir yoqimli bir his qildimda shu ustozdan. Men qalamkashlarni hammasini hurmat qilaman. Hozir mana bu o'tiribsizlar, Shuhratjonga aytayotgan istakinglar hammasi menga juda ham ma'lum. Lekin o'tgan meni yoshim kattaroq bo'lsa kerak, shuning uchun bir narsani sizlardan har doim erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, kattani albatta hurmat qilishimiz shart. Bo'tda mana ustozga gapiryapsizlar, men xursandman. Bu meni ukam. Ana shular. Lekin shu odamda ham ustoz bor. Shuning uchun men qayerda bo'lsam, men haqimda gapirishsam, boshqa qilsa, meni ustozim amakim Faxriddin akani oldin tilga olishadi. Keyin meni gapirishadi. Men ana o'shanda eshitib boshqa shular deydilar. Bir-birlarini hali balkim tanimasizlar. Hammalar haqiqatan kelasizlar. Bo'tda Shuhratjonning ustozlaridan O'zbekiston xalq yozuvchisi ko'p tarixiy asarlarni nimasi yozgan inson mana Muzaffar Mirzoga o'tirdi. Bu odam Shuhratjonga ustoz bo'ldi. Bir gazetda hamkasblikda qilib, Aliya roman gazetasini tashkil qilib boshqa qilishdi. Men sizlarga hozir iltimosim Muzaffar akam Shuhratjonga aytsin tilaklarini, keyin men sizlarga ikkita ashula aytib beraman. Bular aytgandan keyin Muzaffar aka avvalo majlisda ishtirok etayotgandan juda xursandman. Sabr bilan qo'shiqlaringlar, farzandlarni rohatini ko'ringlar, ustozlarning yo'lidan yurgan bo'lib ko'ringlar. Ularni o'xshab o'zim doim. Men keyingi mana shu yerdan sal tishim o'tmaydi va yozishga sal she'riyatdan uzoqman, lekin ustozim Abdulla Oripovga shu ikkala o'ylaga bag'ishlangan bitta she'ri bor. Ruxsat bersanglar shuni o'qiysan. G'azallar to'qirdim senga bir zamon, qo'shiqlar aytardim turdi boshingda, o'zga bir inson turar boshingda, o'zga muhabbat turar boshingda. Eshitdim qazonli bog'larda tanho, o'tkazar emishsan sokin paytlarni, sarg'aygan daftaring varaqlab goho, takrorlar emishsan mavsun baytlarni. Yillar o'tar takror va takror, yoshlik ham o'tadi benishon besar, so'nggi choq ham xo'rsinib bir bor sevgandim nabiram devrasa eklas. Sevgili boqiy bo'lsin, umrida o'tsin. Qo'shiq. Men o'zimni ozgina qisqa tariximni aytdim. 17 yoshimda onam dunyodan o'tib ketgan. Men yosh edim. 24 yoshimda otam dunyodan o'tib ketdi. Lekin she'riyatga, san'atga ustozim, amakim Faxriddin aka yo'lboshchilik qilib shu tarbiyaga javob berdi. Shuning uchun onalar haqida yaxshi she'r bo'lsa, men juda bajonidib qo'limdan kelgancha ijro qilaman. Mana Shuhratjonning o'sha jonim onam degan she'rini bir kuyga solganmiz, eshitib ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa, yaxshilab qarshi chalasizlar. Bo'lmasa jin o'tirasiz.
Ona canım